Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda Mebel kanalimiz doimiy kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek kamina boshlovchingiz Maqsudbek Karimov. Qadrdonlar, bugun yumshoq mebellar olamini eng optim joyga yetib kelganmiz. Birinchi qo'l ustaning o'zi ishlab chiqargan yumshoq mebellarini xudo xolasa sizlarga chiroyli obzorini qilib beramiz. Sizlarga bitta zo'r yangilikni aytib o'tib ketishimiz kerak. Video boshidan xudo xolasa agar siz ushbu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, dastavka, ya'ni yetkazib berish xizmatlari O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin bo'ladi. Bunaqasi hali bo'lmagan, faqat bizni kanalda bo'ladi do'stlar. Bu ustaning ishlarini ham oldingi video obzorlarimizda kanalga joylaganmiz. Dastavka xizmatlarini har doimgidek O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin qilib beriladi. Siz ko'rayotgan bo'lsangiz, shunda telefon qilasiz ustaga. Yo'lkalar haqida ham bosh qotirmaysiz. Narxi aytilganda shu narxdagi shu modeldagi komplektingiz menga yoqdi desangiz, usta chiroyli kupa-kupga qilib, kelasi yo'l kirasigacha o'zi berib, sizlarga chiqaraveradi. Borgandan keyin qabul qilsangiz bo'ldi. Boshqa oshcha narsa kerak emas. Uydan chiqmasdan turib xohlagan modelingizga bemalol yutmaksangiz bo'ladi. Bu yerda assortiment juda ko'p. Xohlagan modelingizni topsangiz bo'ladi. Bolishli, chesterli, high-tech, chester, ulas hamma modellar bor do'stlar. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, hammasi haqida ma'lumotini beramiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyor, usta ham tayyor. Bugungi video roligimizni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizimizga charchamay. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshimisiz? O'rinboy, xudo xolasa ishlab chiqarish joyiga yana keldik. Ishlar sifatida gap yo'q. Aytib o'tdik. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Xudo xolasa. Endi sex adresini aytib qo'ysiz. Andijon viloyati Mirobod mahallasi aka. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Mirobod mahallasida. Gap yo'q. Ko'pchilik haligi manzil qayer deb so'rashyapti. Mana do'stlar, e'tibor qaratib turinglar. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Mirobod mahallasi. Kelmoqchi bo'lganlar ustaga telefon qilsanglar, kelsanglar bo'ladi. Dastavka O'zbekiston bo'ylab tekin. O'rinboy qasimdan boshlaymiz birinchi. Mana bunimiz katta ishimiz bor aka. Shundan boshlaylik. Juda ham chiroyli, ko'zga tashlanadigan svet ekan. Xo'p, razmerlari hamma yo'q haqida. Aka 420 ga 220 bularimiz aka, toshni razmeri. Bularimiz aka zimeka purjinali. Zimeka purjina. 22 plusga machalcha qo'yilgan sidenasiga. Xohlovchilarga pampers purjina ham qo'yib beraverasiz. Aytganda qilib beramiz aka ishlarni. Razmer necha dedingiz? 420 ga 220 bularimiz. 420 ga 220. Gap yo'q. Materiali mo'shi material. Mo'shi material yuvib ishlataveradigan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta tumbasi bor. To'rtta tumbichkasi bor aka. Xo'p. Narxi necha pul? Narxi aka 4 million 300 ming so'm aka. 4 million 300 O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Ichida. Gap yo'q. Xohlagan rangida chiqarib berish imkoni bor. Material o'zgarsa, pul o'zgarmaydi doimgidek aka. Tushunarli. Keyin komplektimizga o'tdik. Bunimiz mana podgalonni ko'pchilik panda poson deydi aka. Panda, Bularimiz ham zimeka purjinali aka, 20 plusga machalka. Ishlarni xizmat qiladigan ish. Gapingizni bo'ldim, zimeka purjina ham xizmat qiladi. Ha, xizmat qiladigan ish aka. Devo mashinalar purjinasidan qo'yilganda, mana mashinalar ham, Damaslar ham 1 yil kira qilgandan keyin chekasidan sim uzilib ketyapti. O'zi uzilmayapti-ku aka. Ashuni singarida bu ham. Endi u 1 yil har kun odam o'tiradi unda. Ha, bunimizga ham suvayga aka 3 yillik garantiyasi bor eng kami. 3 yil ichida sinib netadigan bo'lsa biz bo'ynimizga. Xo'p, agar pampers o'p bo'lsa necha pul qo'shilib raisa qiladi farqi? 300 ming so'm raisa. 300 ming raisa qiladi. 300 ming so'm. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz ham 420 220 bularimiz. Uyni to'g'ri tomoniga aylanaveradi. O'nchab tanlamaydi. Narxi necha pul buni? Bularimiz aka 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin. Gap yo'q lekin hozir misol uchun Xorazmga 1,5 million yo'l kelib bo'ladi. Qizig'i yo'q. Shu 3 million 800 ming ichida yetkazib beriladi. Xo'p, endi do'stlar, bu tomonda yana bitta komplektimiz bor. Juda ham chiroyli chiqqan, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ranglari ham zo'r chiqib yoribdi. Bolishli posonimiz. Yana aka mana bemalol biz mana ochib, qaytarib yopib qo'ysa bo'laveradi, yuvib aka. Ichlari sintifon. Adxod lata machalkalar, tiqanakalar tiqilmagan. aka. Ranglari ham raqtoli kafeni rang bo'libdi usta. Bunisi pampers purjinali aka. Bular pampers. Ishlar behijolat xizmat qiladigan, sidenasi mana 65 keng aka. Sidenalari ham keng. Bemalol foydalansa bo'laveradi. O'tirib ko'rib, lekin qo'llari ham chiroyli chiqibdi, bitta ko'rsatib ishlarimiz aka. Bemalol yurib ana qilsa bo'laveradi aka mana. Gap yo'q usta, lekin ishlar yomon. Xo'p, bunimiz necha pul beramiz? 3 million 800 ming so'm aka. 3 million 800 O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin. Qayta aytmasa, dastavkasi necha pul bo'ladi deb ko'pchilik so'rab qolyapti. Yangi qolyapti. Nuboy rangi bor. Aytgan rangidan qilib beramiz aka. Xo'p,
Rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi. 320 220 razmeri. 320 220. Xo'p, endi ko'pchilik so'rayotgan spanli bo'ladigan komplektimizga ham o'tdik. Usta bu haqida ham ma'lumot Aka bersangiz. bularimiz Pampers Furgina aka 22 plusga machalka aka. Ham Aha. spanli bo'ladi, ham o'g'loq qilib foydalansangiz bo'laveradi aka Gap yo'q. bularimiz. Razmeri nechiga nechi? Aka 3,5 230. 3,5 ga 230. Aha. Gap yo'q. Bitta kirgizib chiqarib beraylik endi, u xalq ko'rsin buni. Mana aka. Ha, shunday qilsangiz bo'lib bo'laveradi, bemalol foydalansa bo'laveradi. Uyda to'la tomoniga aylanaveradi. O'nchab tanlamaydi aka bularimiz Xo'p, aka. luboy rangidan qilib Ha, beraveramiz. aytgan rangidan qilib beramiz. Narxi nechi pul? 5 million so'm aka. 5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi Dastavkasi bepul. ichida. Gap. Wuhan kanalida sotiladigan high-tech fasollarimizga ham o'tdik. Haytej ham yarim haytej bunisi aka. Bunisi yarim high-tech, Yarim haytej aka. Balotiy rangi aka. Pampers Rangi ham- Furgina 22 plusga machalka qo'yilgan aka. Ishlar behijolat aka. Spani qilib foydalansa ham bo'laveradi. Mana uchoqsini qurib qo'yib, bemalol aka spani qilib. Hozir 3 ta tumbani shunday qo'yadigan bo'lsa, Aha. spanli qilib yotsa ham bo'laveradi. Aha, foydalansa bo'laveradi. Gap yo'q. Orqalari hamma o'zidan bo'lgan materiallar. Orqalari ham o'zini matosidan Aha. qoplangan. Uyda to'la tomoniga aylanadi. O'nchab tanlamaydi aka. Xo'p, 230 ga 430 razmer. Aha, 430. Narxi nechi pul? 4 million 400 ming so'm aka. 4 million 400. Lekin sidenalarni ham tikilishlariga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Juda chiroyli tikilgan, fasolli turib. Gap yo'q lekin. Hijolat ko'rib olaveradi aka ishlarimizni. Zimeka Furgina aka bemalol mana aka chiqib netib mana aka sinib sinsa shunchalik o'tiradigan odam aka mana. Ha, endi bo'lsa shunchalik bo'ladi-ku. Endi bundan oshiq qaydan boradi? Masalan, bitta xonadonda bemalol normalniy xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Ishlarimiz Keyingisiga o'tdik. Bunimiz ham aka yarim haytej, rangi bo'lakchasi aka. Rangida farqi bor xolos. Rangida farqi bor aka. Ha, mana Hamma yo'g'i bir xil bunimiz. Xohlovchilarga bu rangini ham tavsiya qilamiz. Bu ham nechi pul dedik? Buni ham 4 million 400 ming. 4 million 400. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab tekin. Aha. Keyin bu rasvetkalari bor. Bunimiz to'liq haytej deb qo'ygan. Mana o'rtasida yog'ochi bor aka, tilladan. Bu to'liq haytega bu. Ha, to'liq haytej. To'liq haytek, gap yo'q. Ishlar behijolat. Buni ham 3 ta tumbichkasi bo'ladi aka. Bu ham 430 230. Ha, puli bir xil chiqaveradi. Puli bir xil chiqaveradi aka. Rangi. Xohlovchilarga do'stlar mana to'liq haytek, mana ko'rib olinglar. To'liq tushgan, o'rtada yog'ochlari bor. Narigi tomondagilari mana yarim haytek. Qaysi kimga qaysi biri ma'qul kelsa, 4 million 400 ming so'mdan chiqarib Puli beraveradi. bir xil. Endi uni O'zbekiston mana bo'ylab. qo'shilib qoldi deb qo'shib olish yo'q aka. Ishlar hammaga narxi bir xil. Dastlabki tekin. Ha, bunisi mana yarim haytejda maloshniy aka. Maloshnisi ham lekin gap yo'q chiqadigan. Mana chaytni ham ancha bichana qilib olmaydi aka. Shellariga ham. Chaklari zo'r chiqib qo'yibdi lekin usta mana qo'shimchalar ishlari qilingan aka. juda go'zal chiqqan lekin gap Ishlar yo'q. behijolat xizmat qiladigan xudo xolasa. 4 million. Orqalari hamma yo'q o'zidan bo'lgan aka. Orqalari ham bitta ko'rsatib beramiz mana shu joyda. 22 plus Do'stlar, machalka Pampers Furgina. Hamma yo'q. Xo'p, 4 million 400 dan hayteklarimiz ketdi. Endi mana do'stlar, Yevro modelga ham o'tdik. Yevro ham juda chiroyli chiqibdi. Bunimiz mana Buxoroga o'zi ketyapti. Buxoroga zakazga bu, ha? Aha. Streshlab. Hozir o'rinmi mana zakazga chiqarayotganingizda albatta stresh qilinadi. Ha, mashq holatda qilib, mana stollarni ham bu holatda qilib chiqaramiz. Falgiga o'raysizmi, o'ramaysizmi buni? Yo'q. O'ra ber deganga o'ra beramiz. Ura beramiz aka. Aha. Ura ber deydi. Gap yo'q. Lekin mana shu yerda ham chiqaryapmiz. Shilini borgani yo'q aka ishlarni. Chiroyli qilib korobkalar qo'yib yuklaymiz bu holat bo'lgan bilan. Yonlariga korobkalar qo'yamiz bunga. Chekasida barlarigacha bor ekan. Aha. Uyda burchagiga boradi ham meni aka. Ha, bu 90 gradusli burchaga bu. Ha, shu uyda burchagiga boradi. Uyda burchagigacha boradi. Mana shu bardan do'stlar foydalansanglar bo'ladi. Telefon zaryadga qo'yib, kerakli narsalarni, misol uchun choy ichib, kofe ichib o'tirsanglar bo'ladi. Buni ham rangi chiroyli. Xo'p, komplektimizda 4 ta tumba bor. Aha. 230 ga 430 da bu ham. Lekin buni qo'l bolishi ancha katta chiqadi. Qo'l bolishi- Ko'rsatishimiz kerak shuni. Bo'lak ishlangan aka bular. Ba'zi joylari ancha katta. Bagati. Ular Gap yo'q. Agar hozir bunday qilaylik, komplektning narxini o'zini aytaylik. Necha? 5 million so'mga yetib boradi. 5 million so'm. Aha. Dastlabki tekin. Dastlabki Stoli tekin. necha bo'ladi buni? 275 ga 90 bo'ladi aka. 275 ga 90. 90, uzuni 275. Stolning narxi necha pul? Stoli aka buni 800 ming so'm aka. 800 ming so'm. Agar komplet olamansa 5 million 800. 5 million so'm. Mana shu komplet. Komplet 5 million. Ha, stoli bilan. Ha, stollari bilan. Ha, gap yo'q. Do'stlar, mana shu Yevro model stoli bilan 5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul. Uyga boradi aka 5 million so'mga. Xo'p, bu tomonda endi do'stlar mana Chesterli variantlarimizga ham o'tdik. Chester modellarimiz. Bunimiz ham aka mana to'shakli aka, qo'shimcha qilib tikilgan aka, mana alohida ajrab turadi. Mana qo'shimcha to'shagi bor mana. Ali ma'danni o'zidan emasda, polni qilib turib mana. Ha, bu qo'shimcha qilingan.
Qo'lda to'qilgan aka, Chester mana qo'lda to'qiladi bular. Haqiqiy Chester mana shu. Tikilmagan aka, mana bunalar chahda hisobi ko'ryapti. Bunda mana qo'lda to'qib mana chiqilgan ishlar bunda aka. Ishlar behijolat aka. Pampers prujina 22 plyuski machalka, orqalar hamma o'zidan. Tumbichkasiga mana aka. Materiallar qo'shib qilingan. Xo'p, Chesterligimiz necha pul chiqadi usta bu endi? 5 million so'mga aka. 5 million so'm chiqaveradi. Stol eng arzoni necha pul, eng qimmati necha pulgacha? Stolimiz aka 600 ming so'm bo'lib qoldi aka. Stollarimiz ichida narxlari oshib 600 ming so'm. Eng arzon. Eng arzon 600 ming so'mdan. Sabab endi narx oshib ketdi. Ha, endi narxlar oshib tushunarli. Xo'p, 5 million so'm o'zi 600 minglik stol tanlasa 5 million 600 O'zbekiston bo'ladi, dastlabki tekin. Yetib boradi. Xo'p, bunimiz yarim Chesterimiz aka. Buni kimlardir Istanbul 2 model ham deb qo'yadi. Adashmasam. Biz shu Chesterni yarim Chester. Lekin mana shu zo'r chiqqan, menga yoqadi shu ish. Bu ham 90 gradusli burchagi. Uyda burchagiga boradi. Stoli xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi, foydalansa bo'laveradi. Bu ham 22 plyuski machalkada aka. Pampers prujina. Gap yo'q. Ishlar behijolat. Sidinasi ham meni aka 60. To'liq 60 aka. Kengroq ishlangan. Keng ishlangan aka. Ha, sidinasi kengroq ishlangan. Nima qilib tumbani qo'ysangiz, ikkitadan bemalol sig'averadi buni o'ziga. Xo'p, orqalari hamma o'zidan ishlangan. Orqasini bitta ko'rsatib ko'raylik. 1.30 ga 2.30 razmeri aka. Hozir bitta narsaga e'tibor qaratish kerak ekan. O'rinbo'y orqa tomonlarida steplerlari ham ko'rinmagan, yopib ketilgan ekan. Shu joylarga boshlarida ham ko'rinmaydi aka o'qlari mana. Yonboshlariga ham bekitib ketilgan stepler o'qlari. Gap yo'q. Xo'p, hozir bitta ish qilamiz. Komplektda o'zining narxi necha pul yoki stoli bilan necha pul? Stol aka 900 ming so'm aka. Stol 900 ming. 6,5 million so'mga mana shu holatda boradi. O'z nima qiladi, o'zini olaman desa 900 ming so'm kamaytirib beramiz. 6,5 million komplekt holatda yetib boradi. Agar stoli kerak emas desa 900 ming so'm narxidan tushadi. 900 ming so'm tushib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Ustaga telefon qilaverasizlar. Hozir bu joyda yana bitta komplektimiz bor. Bugungi repertuarimizda oxirgi komplektimiz usta nima deysiz? 15 yildan beri trenddan tushmagan trish fasonimiz aka. Trish fason, trekker fason. Endi nima desa deyorada? Trekker desa ham tushunaverasiz, trish desa ham tushunaverasiz. Gap yo'q. Bularimiz aka 430 ga 230 aka zimeyka prujinali 22 plyuski machalka aka. Voidlari aka 8 lik machalkada. Lekin men har doim shu ishni ko'rganda maza qiladigan joyim shu joy. Mana shu joyga do'stlar machalka qalin qo'yiladi, keyin bu joyda mana bo'rtmasi bor. Bunda yumaloq o'tirganlarda bel maza qilib yuboradi, tolmaydi lekin. Dam olib o'tiraveradi aka, behijolat. Bu ishda maza qiladigan joyim shu ikkita joy ekan. Xo'p, bu ham katta razmeri. 430 230 aka bularning razmeri. 430 ga 230. Xo'p, bunimiz narxi necha pul? Aka bularimiz 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 nima bo'lsa bo'ldi, O'zbekiston bo'ladi, dastlabki tekin. Ichida aka. Xohlagan rangidan qilib bering, narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi aka. Tanlagan materialni. Mana shu materialni xohlagan rangidan qilib beramiz aka. Xohlasin qoraga oq, sariqqa qizil kombinatsiya qilib ham ishlab beramiz. Aytganidan qilib beramiz. Agar bu videoda ichida bunaqa qilib bo'lak videodan, bo'lak posonda ish ko'rib bunaqa qiladigan bo'lsa, tasha u posonda ham qilib beraveramiz. Aytganidan qilib. Sizga shunday rasmni tashlasa, любой fason chiqarib beraveramiz. Chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha, xudo xolasa. O'rinboy, uka, ikkalamiz birgalikda mana hamma ma'lumotni berdik. Mana shu ishlab chiqarish joyida, shu ustani joyi. Mana polni mebellarni ko'rsatib o'tdik. Mana ranglari, misol uchun agar boshqa ranglar ham kerak bo'lsa, telefon qilib qilib beraveramiz. Agar stollarni bo'lakcha stol deydigan bo'lsa, bo'lakcha stollar rasmlari bor, tashlab beramiz. Aka stolni biz qilmaymiz-da, shuncha aka ozgina stolni olib kelib bozordan tashiganini qo'yib qoldik aka. Shuni hisobiy video tashlab beramiz aka, rasmlarni. Har xil stollarimiz bor aka. Xullas, gapirsa gap ko'p, qolgan ma'lumotlar ustaga telefon qilib olsanglar bo'laveradi. Endi hozir gapirsa videoda vaqti ham uzayib ketadi. Telefon qilsanglar, xohlagan savolinglarga javobni olasizlar, xohlagan komplektlar tashlasanglar chiqarib beradi. U tomonlardan hech qanaqa muammosi yo'q. 24 soat telefon yaqin. Eng asosiysi dastlabki tekin. Shu joy maza qiladigan joy. Usta, ishlarga omad. Rahmat sizlarga aka. Qadrdonlar, keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.